Endilikda bizda super aksiya va shu Fruit Hoops degan bizni korоче mahsulotimizni bittasini yebersangiz 2 stak dollar beramiz. Agar ikkitasini bersangiz mashina sovg'a qilamiz. Albatta qatnashib ko'ring. Janob, men ham qatnashsam bo'ladimi? Ha, sen ham qatnashsang bo'ladi. Men ketdim, qatnashmayman. What the fuck? Va nihoyat yetib keldim. Obbo, chekkaroqqa to'xtatmabman. Endi men haydaman bo'lmaydi. Voy, baribir tushib ketdim. Va nihoyat mana kema bilan ham keladigan kunim bor ekan. Mashina yo'q bo'lgandan keyin kelaman. Piyodaga uzoqlik qiladi. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Joxa va sizlar meni yangi videomda. Sizlar albatta kanalga tez obuna bo'linglar, chunki men uchun juda ham muhim. Sizlarga eslatib turishim kerak. Obuna bo'linglar deb. Bo'lmasa obuna bo'lmaysizlar-a? Tez obuna bo'ling. Короче, jigarlar, bugun men 97-qishloqqa keldim va men kemacha bilan keldim. Juda ham sekin yurar ekan, ammo yetib keldim muhimi. Tak, ana endi tezroq borib joylashim kerak. Nima bunaqa katta chuqur bor bu yerda? Mayli, chuqurlarga e'tibor bermaymiz, chunki unaqa narsalarga e'tibor bersak biz fikrimiz buzilib ketadi. Tak, va nihoyat 97-chi aytgach kemachani parkovka qilmadim. Mayli tursin, boshqa kema kelib ketmaydi-ku. Bu yerga faqat men kelib ketaman. Kema bilan ayniqsa, tak, bizning uyimizni ko'ryapsizlar, 2 qavatli takoy turibdi. Men yerda ham uyini 2 qavat qilib bergandim. Buzib yoribdimi? Bir qavat bo'lib qopti. Ha, mayli buzsa o'zi biladi, balki rostakasin bir qavat yuqori bir tanimga. Tak, mana bu yerda hosillar yo'q. Nimagadir bu hosillar umuman pishmaydi. Nimaga bilmadim. Tak, qo'shnimning poliziga mol aralab yuribdi. Chunki bu molda. Mol bo'lgandan keyin ham aralab yuradi shunaqa. Xo'sh, meni o'zimning shaxsiy asosiy polizimda hamma narsa joyida. Asosiy poliz deganda jigarlar, asosiy kanalimga obuna bo'lmaganlar bo'lsa, tez o'tib obuna bo'linglar. Joxa uz 75 nomli asosiy kanalim. U kanalda men 1-mart sanasigacha 50 ming obunachi to'plamoqchiman. Bu meni juda ham katta orzuyim va maqsadim. O'shanga sizlar yordam berishinglar kerak. Atak men 1-mart deganim bilan sizlar prosta ertani o'ziga ham prosta ertadan o'ziga 50 ming obunachi chiqib tashlashingiz mumkin. Chunki videolar 100 ming, 150 minggacha ko'rilyapti. Lekin obunachi atiga 12 ming, 13 ming atrofida. Bu nima degan gap, ha? Nima degan gap? Nima shuncha odam obuna bo'lmay ko'ryapti? Qaranglar. Oho, 140 ming odam obuna bo'lmay ko'ryapti videomda. Bu nimaga shunaqa? Ay molmisan? Mana uni yeb ket. Bu mollar uchun, bilasanmi? Sen mol bo'lganing uchun senga tashadim. Sen yeyishing kerak. Tak, bularni ekamiz va janob mer bilan ko'rishgani boray. Menimcha bugun ish bo'lmasa kerak qishloqda, chunki hamma yoq tinch. Agar nima ish bo'lsa ham mer aytadi menga, mana shu ish chiqib kel, bor Joxa deydi. Xo'p deyman. Tak, okey, yaxshi. Juda ham zo'r hosillar, mazza. Ajitel tog'a, nima gap? Shu hosilga qarab o'tirgani qo'ymaysan, ha? Endi iloj yo'q, nima qilay? Yig'ishtirib olmasam, sizlarga o'xshaganlar kelib o'g'irlab ketishi mumkin. O'g'irlamaymiz, shunchaki qarab o'tiribmiz bekorchilikda, tushundingmi? Ha, tushundim, lekin baribir ehtiyotkorlik kerak. O'zingga ehtiyot bu qo'shningni o'rtutma deyishgan, bilasizmi? Ha, bilaman. Bu gaping bilan meni o'g'ir demoqchimisan? Yo'q, prosta aytibman-da, maqol-ku. Ha, maqol bo'lsa ham menga piching qilyapsan sen. Yo, qoling, asabimni buzmanglar. Sizlar o'tirganimga qaramaysiz. Men prosta yoshingiz katta bo'lgani uchun hurmat qilyapman. Kelib yoshingizga tupurib qo'yib senlayman. Tushundingmi? Eshitganga urishi mumkin edi, o'shaning uchun orqasidan gapirib qo'ydim-da. Tak, bugun soliq bermayman, chunki o'tgan galgi videolarni ko'rsanglar, soliqlarni juda ham ko'p berganman. Stop! Pulim bor-ku, qayerga ketdi pulim? Obbo, yaramas jetelli o'g'ilib ketganimiz kerak. Tak, 3-qavatda nimadir yashirib qo'ygandim, adashmasam. Hech narsa yo'q. Voy, yaramaslar 3-qavatdagi uyimga ham kirishgan. Obbo, namuncha bular nima edi? Oyog'im tushib ketdim tepadan. Mayli, hech nima qilmaydi. Ketdim, bir qishloqda aylanay qani. Qishloqda boshqa ishlar bo'lmasa ham kerak yo'q. Merda ham yoniga borishim kerak, mer bilan gaplashishim kerak. Nima gaplar ekan? Ajita la What nima narsa bu yerda? To'xta, so'raylikchi. Ojitel, qandaysan? Ahvoling yaxshimi? Ha, zo'r, o'zing qandaysan? Ha, bo'ladi, rahmat. Ana yerda qanaqadir qizil ko'k narsalar turibdi. Nima u? Mer uyini yonidagi. Ha, bir bloger odam kelgan, bir narsa olib kelgan, yesa pul beryapti, keyin mashina ham beryapti. Kimdir yutib oldim biron nima? Yo'q, yem bo'lmayapti. Nimaga? Juda ham achchiq ekan. Achchiq? Ha, achchiq. Mani yeyman-da o'sha achchiqni. Menga qalampir yeyish yo'q, bilasan-ku. Ha, lekin sen yutishing mumkin, chunki sen juda ham ko'p qalampir yeysan. Ha, ko'rdingmi? Tak, nima narsa u? Qattiqmi, yumshoqmi yo suvga o'xshaydimi deb. Qanaqa narsa u? Qattiq narsa, ya'ni qattiq emas, o'rtacha qattiqlikda. Bo'pti, men ketdim. Mayli. Tak, qanaqa narsa ekani? Men ham qatnashib ko'raymikin. Mashina yutib olsam, tasavvur qilinglar. Hozir sen ana u aksiyada qatnashib ko'rdingmi? Ha, qatnashib ko'rdim. Og'zim kuyib ketyapti. Yomon achchiq narsa ekan. Bo'ldi, unda mana oldingda suv turibdi, ichib ol. Tentak misan bu yaxshi suv emas-ku. Tentak bu ariq suv-ku.
Ha, unda sen borib kanalizatsiyadan, yo'q, qayerdan kanalizatsiya yomon suv-ku. Kechirasan. Krandan suv ichib olgin, bormi? Ana kran nima edi? Короче, ana shunaqa. Xullas toza suv ichib oy. Men sen bilan mana shunaqa pachalakkasha debman. Pachakalashib o'tirmayman. Tak, assalomu alaykum bratan. Va alaykum assalom. Siz g'alati gapirar ekansiz. Jo'xa debman. Qanaqa jo'xa o'zim gapiryapman. Mana bu jitellardaqa gapirmas ekansiz. Ha, bizdaqa gapirmaydi rostdan ham. Nima siz bunaqa gapirasiz? Men o'zi jitel emasman. Jitelga o'xshaysiz-ku. Endi prosta tashqi ko'rinishim boshqacharoq. Ha, tushunali. Menga nimamcha qaraverasiz? Sen yoqib qolding menga. Aksiyada qatnashsanmi? Bilmadim endi. Bu o'xti qalampirmi? Qalampirlar har xil ranglisdan. Yeb ko'rasanmi? Yesam nima ular? Bittasini yeb bersang, men senga 1 stak dollar beraman. Agar ikkitasini yeb bersang, yo 1 stak emas, 2 stak dollar beraman. Agar ikkitasini yeb bersang, bitta mashina berib yuboraman. Oho, ikkitasi menimcha juda ham qiyin bo'ladi ish. Jetala yarim tegmay olmayapti. Sen bilmadim, yeysanmi, yemaysanmi? Menimcha yey olmasam kerak. Qani bitta tatib ko'rsam bo'ladimi, tekinmi? Olagancha tatib ko'rar, hammasi tekin. Yaxshi. Nimaga unaqa tekin qo'yibsiz? Prosta odamlarga yaxshilik qilmoqchiman. Yaxshi. Tak. Farosatingga oyog'im tush pastga yegulik tusda chiqib olgansan kallangga basharangga. Bir ikkita narsa. Endi so'kishda bratan, to'g'rimi? So'kinma. O'zi bular meni ahmoq qilib atrofimda aylanib. To'g'ri. Mayli, yerga qo'yibsizmi? Endi chiqib olgandan keyin yerga qo'ydim. Baribir chiqib olyapti-ku. Tush harom qilasan, tentak. Ko'rdingmi, shunaqa tentak qishloqlar bor ekan qishloqinglarda. Men tentak emasman, biroz tepadan qarash yoqib qo'ygandi. Ovqat ustiga chiqib olasanmi? Garang. Biroz yoqib qoldi deyapman-ku. Yoqmasin senga. Tak. Bo'ldi, hozir men tatib ko'raychi. Tak. Voy. Yomonlatchi ekan rostdan ham. Voy. O'zim kuyib ketyapti. Suv qayerdadir, suv. Quduqda suv bor edi. Tak. Voy, tushib ketdim. Abbo, endi qanday chiqaman? Voy, dot. Bir amallab chiqib oldim. Suv ichiga g'arib bo'lib ketgan ekanman o'zi ham bor-ku. Lekin yomon ham achchi narsa ekan. Mana bu yerda qanaqadir teshik bor ekan, bilmadim. Xo'p, mayli. Tak, bratan, qarang, rostdan ham buni ichida yomon narsalar qo'shmaganmisiz? Yo'q, qanaqa yomon narsa qo'shaman. Mana uni betida qanaqadir tuyoquşli belgisi. O bizning logotipimiz, kompaniyamizning logotipi. Tush dedim men senga, gapga tushunmaysanmi? Chiqma ustiga. Shuni urib turma shunaqa qilib, rostdan yesa bironim berasizmi o'zi? Sandiqni ochib ko'r-da. Tak, mana shu sandiqnimi? O'shani. Tak. Oho! Rostdan shularni berasizmi hammasini? Albatta beraman. Dahshat ekan rostdan. Mana mashinalarni qara. Bo'ldi bratan, o'zim yeyman, bermasangiz ko'rasiz lekin. Davay, ye. To'xtang, qara, bitta narsa so'rayman sizdan. Bitta yeyman-ku, keyin 2 stak dollar berasiz-ku. Keyin yana bitta yesam mashina berasizmi yo undan tashqari yana 2 ta yeyishim kerak? Короче, bitta yesam pulni olasan, yana bitta yesam mashina olasan. Jami 2 ta yesang bo'ldi. Dahshat. Gap yo'q bratan. Menga yo'qdi rejangiz. Ya'ni aksiyangiz. Tak, mana shuni tak. Hozir qo'limga bersam bo'ladimi? Bemalol ustiga chiqma seni farosatsizlik qilib. Tak. Yeb bo'ldim bratan, qani hozir qarang. Ozgina qoldi. Tak, bo'ldi, yedim. Qani idishini ko'rsat. Mana idishi. Bo'ldi, gap yo'q. Idishini sandiqqa solib qo'y. Mana. Bo'ldi, 2 stak dollar avval. Hozir mana tak. Bo'ldi bratan, gap yo'q, lekin qo'yib berar ekansiz rostdan ham. Bitta yeyim ekan. Tomog'ing achishmayaptimi? Achib ketyapti. Suv ichdim-ku hozir, lekin ta'sir qilmayapti unchalik. Sen nima achchiqqa qarshi antivirusing bormi? Shunaqa desang ham bo'ladi. Mayli, agar yesang ye, bitta mashina yutib olasan, onasini yemsin. Bo'ldi, to'xtang, men yer taksini olay, chunki yerga turgani yomon ekan. To'xtang, men bitta nima berib qo'yib qo'yadi endi. Mayli, bunisini o'zim yeyman. Kichkinaroq ekan. Yo'q, unaqa kichik katta degan joyi yo'q, emas, bir xil. Bo'ldi, o'zi bir xil bo'lsa, menga ham yaxshi. Tak, to'xtang, hozir yeyman, qarang. Tak. Voy, yomon achchiq-ku. Bo'ldi, mana yeb bo'ldim. Qani, bo'ldi, gap yo'q. Bo'ldi, idishni ham qo'ydi, bitta mashinani tanlab ol. Tak, bunda mani baxtim shunda. BMW X6M. Rahmat bratan. Bo'pti, yana yesanki. Bo'ldi, boshqa yemayman, tomog'im o'zi achib ketyapti. Sato mashina yutib oldim, onasini yemsin. Ana endi mashinam bor. Pulim ham bor 2 stak. Pulni bilmayman nima qilishimni yo'q, lekin mashinani toshini haydayman. Hozir ko'rasizlar mashinamda. Tak. Вообще boru. Bunaqa mashinani umrimda birinchi marta yutib olyapman. O'zi bunaqa aksiya birinchi marta bo'lyapti bu yerda. Oldin bunaqa aksiya bo'lmagandan keyin qayerdan yutib olishim mumkin? Tak, menimcha prosta BMW X6M modeli. Prosta gap yo'q lekin. Tak.
Alhamdulillah. Sog' bo'lganlarga rahmat. Tak, ana endi mashinani haydab ko'ramiz. Tak. Salonni qaranglar. Wow, bo'ri. Tablolari ham bor ekan. Gaz benzinlarni bu yerda tezlikda ham ko'rsatam. Tak, u kurslar ekan. To'xtanglar, bunga garaj qurish kerak endi. Bunga garaj qurmasak, sovuqda qolib ketadi. Men buni 100-qishloqqa haydab boraman. O'zi kakras piyoda kelganim yo'q, kema bilan kelgandim. Atak qaytib minib ketishga nimadir bo'lgani yaxshi. Bagajida hech narsa yo'q, lekin narsa ortib qo'ysa bo'lar ekan bagajiga. Juda ham yaxshi. Ichi keng ekan, orqada ham adashmasam 2 ta kishi sig'ar ekan, oldida 3 ta 4 kishilik mashina ekan. Juda ham kichkina ekan. Hozir juda ham katta deb turdim, endi juda ham kichkina deyman, qaranglar. Tak, bagajda motor bor va mana bunaqa 2 ta dvigatellar, bu yerda akkumulyator va mana bu yerda benzin quyiladigan joymi bu? Yo, bu radiator ekan. Benzin quyiladigan joyi qaysi tomonda bo'lardi? Bu tomondamidi? Bunda elektr bilan ishlarmikan? Yo, benzin bilan ishlaydi. Buni qayerda ekana? Bakini teshigi. Menimcha, mana bu radiator ustidan bak bo'lsa kerak. Bu yerda quyilsa o'zi, menimcha benzin quyilsa kerak. Voy, nima bo'ldi? Voy, mayli. Xo'sh, ana endi bunga garaj qurishni o'ylamayman-ku, lekin mana ikkita pulni yashirish kerak. Qayergadir yashirib qo'ymasam, jetellar yana o'g'irlab ketadigan bo'lsa, basharalarini buzib qo'yishim to'g'ri keladi bularni. Mana shu idishimga solib qo'yaman. Juda ham yaxshi ko'raman mana shu idishchani, to'g'risini aytaman. Xo'sh, ana endi bitta Minecraft videolarini olaman-da, YouTube yuklaymaslar ko'rishinglar uchun. Xullas, kelgusi videoda ko'rishguncha xayr.